Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Sherali, bularni qayerdan topib kelasiz? Bular qarang asrar aka. Joyni ayting, biz ham boraylik. O'sha adresini biz ham bilsak yaxshi bo'lardi, lekin barakasini bersin. Bolali qo'ylarimiz, hali bundan oldingi videoda aytganimizdek, bitta qilmoqchi edik, lekin vaqtda cho'zilib ketmasin deb ikkita video qilishga qaror qildik. Bu yerda nechta soni? 12 ta qo'y aka. 17 ta. 15 tasi ona bola, 2 tasi bo'g'ozda ertib. Bo'g'ozlari ham bor ekan. Ko'zlar qarang, ularni uzunligini, oldilari kiyganligini. Qarang meniki. O'shani aytaman. Mana. Mashalloh. Juda zo'r. Juda zo'r. Bular qarang. Juda zo'r. Juda yaxshi. Qani o'sha kuzda gashtiga qochib qoladi bular. Gashti kuzda mana bu paytda qo'zilab beradi. Lekin hozir misol uchun katta qo'zilar ona bola qo'ylarimizni 10 million ham endi ola olmaysiz, teginmang. 10 million ham ola olmaysiz, sababi ularning bolalari o'zi o'sha kami misol uchun 3,5 shunday oldilari 4 milliongacha qo'zilar sotilyapti. Lekin u qo'ylarimiz ham o'sha nima deydi 5 million ana shunaqa sotilyapti qo'ylarimiz. Endi bu yog'i 10 millionni tayga bo'lyapti hisob-kitob qilsak. Lekin hozir sal mana shunday gashti kuzda qochib, mana hozir mana shu paytga tuqqan qo'ylarimizni ona bolalarni siz ancha yaxshi narxlarda sotib olasiz. Lekin shu qo'ylarimiz ham mana shu kuzga ertaroq yana qochadi. Bolalarni misol uchun 3,5 oylik qilib shuni ayirib olsalaringiz bo'ladi. Erta kuzda qochadi yana. Do'stlar, qani shuna onadan ajragandan keyin sutini quritadi. Bu yog'i 40 kun ichida qaytadan qochadi. Do'stlar, juda yaxshi natijaga erishasiz. 15 ta qo'y bo'lsa, hozir bolalar bilan 30 ta bo'lsa, demak 32 ta umumiy soni. Shunday bo'ladimi? 12 ta ona bola qo'y, 2 ta bo'g'oz. O'zi kelasi yilda o'ziga bu yog'i yana 50 ta tagiga qo'y bo'lib qoladi. Mana qo'ydi barakasi. Asrar aka, 12 tasi 2 tish. Voy. Mayli, bir ikkitasini shuni ushlab ko'rsating, narxiga o'tib ketaveraylik. Kun ham issiq, qisqa lo'ndaroq qilishga harakat qilyapmiz. Sizlar esa tisham buzmabdi jonivar. Bo'y bastiga qarang, qanday bo'y bastiga qarang. Bilasizlar, masofadan, uzoqdan, bor holaticha, to'liq holaticha, oldilaridan, orqalaridan, yonlaridan, qo'zilarini yaqindan, uzoqdan hamma holatlarini ko'rsatamiz. Mana sifatga e'tibor bering qo'ylarimizda. Yaxshi barakasini bersin. Qani, pastga tushiring. Mana shu yerga haydang-da aka. Qo'ylarni qarang aka, mana. Bo'y bastini qarang buni. Sori qo'y 4. Mana bo'y bastiga qarang. Odamning oldiga qo'ydi turishiga qarang. Qo'ydi. Mana bir xilla bozorga taqib 4 chiqoy. Bir xilla bozorga taqqoslab qo'yadi-da, chizayizdan sal o'tadi-da. Oldiga borib men necha martalab qayta ko'rsatdim, akalar. E'tibor beraylik, qo'ydi ko'raylik. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta ustida kelib ko'ring. Ko'rgan odam fahmiga boryapti, olyapti. Adashmang, hech qanday vaqtingiz ketmaydi. Do'stlar, bozorchi qo'y bor, bozorga chiqmaydigan qo'y bor. Xullas, Sheraljon, endi bularni narxiga o'tamiz. Lekin qo'chqorga bo'ladiganlarni men ko'pini ko'rdim. Hammasi qo'chqorga bo'ladi. Zo'r ekan. Juda chiroyli. Qo'chqorni berimsa, 2 ta qo'chqori ham bor. Qo'shib berib olasiz. Yaxshi. Qani, bularni endi nech bilan narx qo'ymoqsiz? Bularni asrar aka 72 dan bo'lsa, dastlabki narxini beraman, bir joy. Ana. Sariqda chiroyligini. 72 dan bo'lsa, 72 dan. Endi dastavkalari bor har doimgidek. Buni eslatib ketaylik. Bular qarang mana. O'shani aytaman-da, chiroyligini buni voy jonivorlarni. Qani, yana nima xayriga, yana xayr baraka qilib beradi. To'g'ri 7 dan so'rasamchi, bari 7 beraveraylik, ha. 7 ham yaxshi pul. Kep ustiga kep unadan qilamansa farqi yo'q. O'shani qilsa yana ham zo'rda, kelishsa, mana uni chiroyligini ko'zini, quloqlari ham uzun chiroyligini holatlarini qaraysiz. Do'stlar, qo'chqor yaxshi bo'lsa zo'r, lekin ko'p narsa baribir onaga bog'liq. Chunki ona uni 9 oy, 9 oy deyman, o'sha 5 oy qornida ko'tarib yuradi va uni o'sha yana 3-4 oy yemizadi. Asosiy tarbiyani ona beradi. Shuning uchun qo'ylarimizga yaxshiroq e'tibor bering. Do'stlar, baribir yaxshi narsani hisori qo'y chiqarib beradi. E'tibor bering. Hisori qo'y chiqarib beradi yaxshi narsani. Qolgani bekor.
Bu o'sha bizni to'liq tajribamizdan o'tgan narsalar bo'ladi. Haydang Sheraljon. Xudo xolasa klientiga kelishtirib beraverasiz, ha? Bo'ldi. Olsa kelishamiz. Oladigan bilan kelishib olaveramiz akalar. Oladiganlar chiqadi, oladiganlar aloqaga chiqadi yoki videodan telefondan tanish bilishlariga ko'rsatib, telefondan kelishtirib olaverasizlar do'stlar. Savdolarni qilib kelib ko'rib olaverasizlar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Biroz tomog'imiz bo'g'ib qolibdi. Muhimi qo'ylarimiz yaxshi. Biz el xizmatida bardavommiz do'stlar. Ko'proq odamga tarqatib qo'yaylikki, shuna yaxshi qo'ylarimiz o'z mijozlariga yetib borib, barakali Surxondaryo qo'ylari kengroq tarqasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.